Sizlarga hamisha omad yor bo'lsin. Katta dunyoning universitetlarida, Kembridjda, Garvardda o'qish hammanglarga nasib qilsin va ona O'zbekistonimiz uchun kerakli o'z oilasiga xizmat qiladigan, shahariga xizmat qiladigan yaxshi yigit va qizlar bo'lib yetishib chiqishinglarni tilakdoshimiz aziz do'stlar. 25-may juda ham chiroyli bayram. Bunda sizlar hammanglar o'z do'stlaringlar bilan xayrlashasizlar, hamma o'zini ishi bilan katta hayotga qadam qo'yadi. Shuning uchun sizlarga bugundan boshlab nima deydi, omad yor bo'lsin. Hammanglar bir-biringlar bilan mana ko'rishib turibsizlar hozir. Bu juda ham ishoninglar, chiroyli daqiqalar. Har bitta odam o'zini do'sti bilan xayrlashadi, hamma ishiga ketadi. Shuning uchun sizlarga rahmat. Bizga o'z yoshligimizni shunaqa chiroyli kiyinib eslatganinglar uchun. Mana hozir 36 yil o'tdi biza maktabni bitirganimizga. Mana sizlar ham xudo xolisa vaqt tez o'tib ketadi. Shu paytlarda eslab turasizlar. Звонок и под эту трель примите поздравления от нас. Пускай везет, пусть станет ближе цель. Поет душа от радости сейчас. Мечтаний, новых планов и идей. Во всем пускай вас ждет успех большой. Лишь самых ярких, самых светлых